Sizni rasm yo videoingizni o'zida saqlagan yoki uni tarqatgan shaxsdan 1 milliard so'm undirib olsangiz bo'ladi. Sal nerealniroq tuyulishi mumkin, lekin hozir tushuntirib beraman. Demak, shaxsga doir ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish, saqlash yoki tarqatish Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 46.2-moddasiga asosan 7 minimalga jarimaga. Agar mabodo ma'muriy jazo qo'llangandan keyin 1 yil ichida ushbu harakatni sodir qiladigan bo'lsa, bu holatda to'g'ridan-to'g'ri jinoyat kodeksining 141.2-moddasiga asosan 150 minimalkagacha, ya'ni bugungi kun bilan 61.800.000 so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Do'stlar, lekin bu pullarning barchasi davlatga to'lanadi. Xo'sh, unda siz qanday qilib undan pul undirsangiz bo'ladi? Demak, o'sha jinoyat sudining tegishli qaror yoki hukmini olib, fuqarolik sudiga ma'naviy zararni undirish bo'yicha murojaat qilasiz. Ushbu ma'naviy zararning eng kam miqdori ham yoki ko'p miqdori ham qonunchilikda belgilanmagan. Ya'ni siz bemalol xohlasangiz 100 million, xohlasangiz 1 milliard so'm talab qilsangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, albatta unga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ushbu videoni esa o'zining telefonida boshqalarning rasmlarini ko'tarib yuradigan barcha tanishlariga jo'natib qo'ying.